qilyapsan? Bo'ying yegani. Yolisanmi? Puling bormi? Ketura qoling. Kelgandan kiysan. O'tib ketolmading. Yumshoqroq gapiring. Ketdi bo'yinsiz. Xo'p. Yuring. Yur. O'z bo'ying nech pul? Reklama qilganimda eshitmaganmisan? Men keta qolaman. O'tir. Yumshoqroq ayting. Sizga endi boshqa reklama qilib berar ekanman-da. O'rgili. Ko'rib turganingiz 4 kishilik bo'yin. Bu bo'yinning eski narxi 350 ming so'm bo'lgan bo'lsa, Qaldirg'och oilaviy restorani mijozlarini o'ylagan holatda 320 ming so'm qilib qo'yishibdi. Agar sizlar to'g'rimas 2 kishi bo'ladigan bo'lsanglar, bu masalani ham hal qilib qo'yganmiz. Ya'ni 2 kishilik bo'yinlarimiz ham bor. Buni narxi atigi 170 ming so'm. Yoqdimi sizga hammasi? Kamchilik bo'lmadimi? Normalniy yesa bo'ladi. Taksiga men o'zi bunaqa. Yo'q, men senga yoqdimi deyapman. Bo'yningga kuch kirib qoldimi? Ketura qoling. Qayerga ketasan? Uyga. Buni tashlab ket. Zo'r bo'tdan. Tezlash.